Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamızğa xoş gəldinizlər. Biz bugün fiqhi dərslikimizin 25-ci dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə zakat haqqı toxtalğan idik. Şundaqla biz zakat haqqı toxtalıb kelib, zakat ayrıydigan mallarınki türləri və onunki miqdarı haqqı toxtalğan. Biz ən axırda çarvalarınki zakat haqqıga kelgan idik. Yəni al-an'amga kelgan idik. Bugün şu yerden başlayıp okuyumuz. Daha doğrusu biz dersimizi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zekatu behimetul en'am es-saime el-insiyye. Endi çarvalarda nimelerge zakat keladi? Ben şunun temisinden bədim. Es-saime yaylaqda baqqan el-insiyye. Şundaqla vəhşi bolmağan çarvalarga keladi. Yani yığıp etqan vaqtimizda o qaysı tüge, kala, qoy. Kalının içige camuslarımı kiridi. Qoyunun içige 3 tikilərmi kiridi. Qoyunun türgü təvə olan çarvalarımı kiridi. Birincisi qoy. Bunun içige ba'ni ma'izmi kiridi. Yani 3 tikilərmi kiridi. Qoyga qanchigi birisi keladi. Qoyga yani yaylaqda baqqan, nesillendiriş, köpeytiş üçün yaylaqda baqqan qoylarga 40'ga birisi keladi. 40 qoyga birisi keladi. 40 qoyun asçı dese, 40 qoyunun tünge zakat kelmeydi. 40'ten 120'ge kadar bir qoy zakat keladi. 40 olsun mu bir qoy keladi, 120 olsun mu bir qoy keladi. 120'den birisi şunda aşqan haman 200'ge kadar 2 qoy keladi. 121 bolsa 2 qoy keladi. 199 olsun mu 200 olsun mu 2 qoy keladi. 200'den birisi şunda aşqan haman 3 qoy keladi. Bundan keyin her bir 100'ge 1 qoy keladi. 500'ge 5 qoy, 600'ge 6 qoy, 700'ge 7 qoy. Bu şundaq şekilde mağdu ahirgacha. Endi bu yerda eskartib puxtuyish bir narsa var. Bizde yaylaqqa baqadigan qo'ylar naati yo'q deyalik. Yani uyimizde helep etib baqqan qo'ylar, yani nesillendirili, bo'dab satıla emas, uyimizde nesillendirili, yoki ovsun, uydan aşqan tarqan narsalarni yesin deb uyimizde baqqan qo'ylar 100 olsunmu zakat kelmaydi. Ama uyimizde bo'dab setish uchun baqqan qo'ylar bu urudi tijoratga kiradi. Bu tijoratga kiradi. Tijoratning dasmisi bo'ldi. Mavo faqat yaylaqda baqqan, helep etib baqmagan. Mında qo'ylarning gibi. Kalımı şu, tügümü şu. Saime degen şu. El-Baqara kala. Cavam İslam'ı şunu okuyorduk. Camusla. Kalıga 30 gıçilik zakat gelmeydi. 30 yetken haman kala bir tane tabi'a keladi. Tabi'a keladi. Tabi bo'lgan bir kala keladi. Tabi degan nima? Hozir tushundirma. 30'dan 39 kadar o'xshasha, meyli kishi olsun, meyli erkek olsun bir tane tabi keladi. Endi 39'dan 40 olgan haman 59 kadar bir tane musinna keladi. Yoki erkek olsun, musinna olsun yoki musin olsun. Ondan keyin 60'dan 69 kadar tabi'an keladi. Yoki tabi'atan, meyli kishi olsun, meyli erkek olsun. Ondan keyin yani 69'ga qanchasi keldi ekan? 2 tane tabi'an keladi ekan. Tabi'an degan kalın bir türü, men de tepirman. Yaş ölçümü bu. Ondan keyin yani 69'dan keyin her bir 30'ga yani 60'ni hesaplaymiz. Her bir 30'ga bir tane tabi yoki 40'ga musinna ölçümü için shundaq maqdi. Masalan qaranglar. 90 tane kalam bo'lsa, nima keladi? Her bir 30'ga nima etdi? Bir tane tabi shundaqo. 90 bo'lsa 3 tane tabi keladi. 3 tane tabi. 120 olsa 120 olsa 30 neçisi var, 120'de 4 var. 4 tane tabi versem ma bo'ladi yoki 40'ını etdi musinna shundaqo. Yoki 40'ga 40'ın neçisi var, 120'de 40'ın neçisi var, 3 var. Yoki 3 tane musinni versem bo'ladi. Demek 60'dan başlap 30'ga bir tane tabi yoki 40'ga bir tane musinni versem bo'ladi. Shu bo'yicha hisoblab maqsad bo'ladi. Oxirgachilik shunday bo'ladi.
Mavu tabi deganimiz 1 yoshni to'shqizab 2 yoshga kirgan kala. Musinna deganimiz 2 yoshni to'shqizab 3 yoshga kirgan kala. Yani yaş ölçümü bu. Yani 30'dan 39'gacha 1 yoshlik erkak yoki kishi kala, 40'dan 59'gachilik 2 yoshlik, yani 2 yosh to'shqan erkak yoki kishi kala, 60'dan 69 kadar 2 dana tabi 2 dana 2 yoshlik erkak kala yoki kishi kala. Undan keyin, yani 60'dan boshlab her bir 30'ga bir dana tabi yoki 40'ga bir dana musinni berib, mushu bo'yicha hisoblasak bo'laveradi. To'ga. To'ga 5 to'ga bir dana qo'y keladi. 5 to'ga bir dana qo'y araymiz. 4 to'gulab qolsa kelmaydi. Undan keyin 10 to'ga 2 dana qo'y, 15 to'ga 3 dana qo'y, 20 to'ga 4 dana qo'y, 25dan 35gacha bir dana binti mahaz. Binti mahaz degan nima? Binti mahaz deganimiz 1 yoshni to'shqizab 2 yoshga kirgan to'ga. Tabiiy degan nima? Ma atammasana. 1 yoshni to'shqizab 2 yoshga kirgani. Musinna 2 yoshni to'shqizab 3 yoshga kirgani. Zakatninki, ya'ni chormallarninki o'lchami hozircha shunchalik bo'ladi. Biz texnik tafsiliy kitoblarni o'qigan vaqtimizda bu haqda texnik tafsiliy to'xtalamiz. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب